insult siz yoki yaqinlaringiz insult degan kasallikka duchor bo'lgan bo'lsa, buning albatta davosi bor. Ha, shunday albatta davosi bor. Balki sizlarga davosi yo'q, endi mana shu bo'yicha davom etib ketaveradi. Qandaydir reabilitatsion davolash ishlari olib boriladi. Umrining oxirigacha qanaqadir tabletka, dorilar iste'mol qilib yuradi deb aytgan bo'lsa, bu xato. Albatta siz davo topishingiz mumkin, faqat harakat qilsangiz, siz o'zingiz harakat qilsangiz, 90% gacha harakatni o'zingiz qilsangiz, men sizlarga qanday qilib insultdan batamom chiqib ketish usullarini aytaman. Nima uchun chiqib ketish deyapman? Chunki insult bu davolanadigan kasallik emas. Insult bu albatta yaxshi bo'ladi. Faqat mana bu yerda ko'rsatilganlari bo'yicha sizlarga hozir videolarda, keyingilarda tushuntirish olib boraman. Mana shularni diqqat bilan ko'rib boring. Albatta insult yaxshi bo'ladi. Garantiya berasizmi deb juda ko'p so'rashadi. Albatta men garantiya beraman insultning tuzalishiga, ammo siz ham menga yordam berishga garantiya berishingiz kerak bo'ladi. Sog' bo'linglar, keyingi videoni ko'ring.